O'dim qorong'ida. Yaxshimisiz? Ha, ha. Yaxshi, Xudoga shukr. O'zing yaxshimi? Bo'ladi. Kayfiyat Qarang, yaxshimi? Bir savol bermoqchi edim. Xo'sh. Hozir primoyzni ko'rib qoldim rekomendatsiyada. Ha, ha, ha. Battle o'ynayotgan ekansiz bir bolacha bilan. Ha, ha, shunday. Eminemni onasini ham sen Yosi Yorul Sef degan qo'shig'ini qo'yib olib battle solyapsizmi, bobo? Yo'q, yo'q. Emas, u bola qo'ygan menda. Menda hech bola yo'q menda. Yebrat, rekomendatsiyadan shunday chiqyapti. Qarasam boboy battle'da. Yosh ham borgandir bir 70 ga. Ha, yo'q, 64 daman men. 64 yoshmisiz? Ha, 64 daman. A kampir qani bobo? Kampir. Kampir ketdi. Kampirni qayerga jo'natib yubordingiz? Bir uzoqroq joyga. Bobo, chataqsiz, chataq. Sizda nevaralaringiz men qatori bo'lsa kerak. TikTokdan qiz qidirib kirdingizmi? Iplos bobo. Yeah. Kampir kerak-da, kampir kerak. Erkak odamga kampir kerak-da, Sardor. Voy bobo. Bir oyoq go'rda, bir oyoq yerda, uchinchi oyoq onasini kampir qidiryapti. Allah yo'q-da, Allah yo'q. Kampir kerak-da. Qiziqsizlarmi? Bilyat. Aytingda bobo, qarot o't yemaydimi deb, ha? Ha, yem. Qarot yemaydimi deb. To'g'ri. Chiqdimi ha kampirlarning chiroyli chiqdimi yo'q? Zo'rlari chiqyapti. O'zi TikTok kampirxonada bobo. Kampirxona haligi nima boboylarga, nima kampirlarga erkakxona shunday chiqadi. Bir hangama. Ha, yo bir bobo chataq chiqdingiz. Xomakxona demadingiz ham? Ha? Xomakxona demadingiz ham? Yo'q. Yo bir bobo. Oxiri yo'bir bobo bo'ldimda TikTokka chiqib. Elingani yo'bir bobo. Xudoyo. Ismingiz nima edi? Ismingiz bobo? Ismim Ibrohim, ismim. Tanishganimdan xursandman. Meniki Sardor. Bilaman. Rahmat. Ko'p kuzataman. Ha? Meni taniysizmi? Ha, ko'p kuzataman. Har kunga har kunga qilaman, ko'raman. Bobo hech kim eshitmasin, yaqinroq keling. Yaqinroq. Qarang, vaqti kelib. Bitta ajal kampir bor. Mammalari katta, ko'tlari katta. O'zim bitta ura berayim, bobo. Idishi yaxshimi, idishi? Idishidan endi o'ziz xabar olasiz-da, idishidan. Men faqat qolipini aytaman. Yo'q, haligi malakasi turadigan idishi yaxshimi? Haligi qiziqchilar aytadi-ku, menga deydi, haligi malakasi turgan idish yoqadi deydi-ku. Chakki xaltasimi? Ha? Ha. Bobo, yaqinroq keling. Ha. Endi chakki xaltasidan sutni siz ichib ko'rasiz, bilgandan keyin aytasiz, sut achigan bo'lib, qaymoq nima edi oting? Eskitda bir odamlar aytadi. Qaqanoq bo'lganmikan? Yo bo'lmasam shirin bo'lib, qaymoqqa aylanib ketganmikan sut? Sutni xaltasidan o'zingiz ko'rasiz. Gap bo'lish mumkin emas.